Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bahor ham yaqinlashib qoldi. Karkishkamiz mana unib qopti. Usti yopiq holatda turadi. Yirik karkishkalar. Bularni endi bo'lib ekamiz. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 7-mart. Erta karkishka ekish niyatimiz bor. O'sha karkishkani tayyorlab olamiz. Mana bunaqa o'rtasidan bo'lib, sababi karkishkamiz katta yirik karkishka. Shunda bozordan olib kelganman. Spesialniy anaqa qilmaganman. Ham ortchasini ham olib tashlanaveradi. Mana shunaqa qilib bo'lib chiqadi. Karkishkani bo'lib qo'ydik. Ertagacha mana kesilgan joylar qurib qoladi. Zarari yo'q, chirimaydi xudo xolisa. Ertaga ko'ramiz. Ekishdan oldin kesilgan kartoshkani yuziga ozgina kul sepib qo'yamiz. Yerimiz ekishga tayyor. Kapelniyni ham tashab qo'ydik. Xudo xolisa endi asrdan keyin ekib olamiz kartoshkamiz. Mana shunaqa pluksimo ketmon yasattirib qo'yganman. Karkishkaga aruq ochishga juda qulay mana shunaqa. Og'irgina. Kapelniga mana bunaqa ustidan kul sepib yuboramiz. Ham o'g'it bo'ladi, ham iz bo'lib turadi. Hozir shu yerdan aruq olishimiz kerak kartoshkaga. Mana shu sepgan izimizdan endi kartoshkaga aruq olib chiqamiz ekishga. Ikki yoq tarafiga mana ajralib ketadi turpog'i. Yerimiz yumshoq, sababi o'tgan yili bu yerga ham go'n solib, ham ustidan bayla solganmiz, o'shaning uchun yumshoq turadi mana. Xo'p, karkishkalarni 25 sm oraliq qilib tashab chiqdik. Endi mana buni ozgina kovlaymiz. Yaqinroq kel. Mana ozgina nomiga kovlab turpoq solib qo'yamiz. Nega desangiz, buni ustidan hozir go'n solamiz-da, chirigan go'n. Molli go'ngini. Primoy kontakt bo'lishi kerak emas, ozgina yer bo'lishi kerak orasida. Mana. Mana shunday qilib tez ekib chiqamiz. Endi mana shu ko'milgan karkishkani ustiga chirigan go'n solib chiqamiz. Chirigan mol go'ngi. Yaxshi chirigan mana 3 yillik mol go'n. Mana shunday qilib to'ldirib chiqamiz. Akkuratni chiroyli qilib, yirilarni maydalab. Mana shunday qilib chiqaramiz. Alhamdulillah mana 5 aruq karshi ekib qo'ydik. Kapelniy sistemani tagida go'nlarni solib endi 90-100 kun atrofida taxminan hosil yig'ib olamiz degan umiddaman. Hali yana o'sish jarayonlarini ko'rsataman.